To'xtasang, hammasi tugaydi. Har kuni dars qilib charchadingmi? Ko'zlaring achishyaptimi? Boshing og'riyaptimi? Hatto kasal bo'lyapsanmi? Bu yaxshi belgi. Chunki bu sen yengillikni emas, natijani tanlaganingni bildiradi. Hamma orzu qilsa ham, hamma ham chidab bera olmaydi. Lekin sen chidamkorliging bilan ertangi butun hayotingni o'zgartira olasan. Chunki bugungi charchoq ertangi g'alaba uchun to'lanayotgan haq. O'zingga eslat. Men kuchliman. Men orzuyim uchun kurashyapman. Va esla. Dunyo eng sabrli odamlarniki. Qiynalganingda o'zingga shuni eslat. Men kuchliman. Men orzularim uchun harakat qilyapman. Har safar charchaganingda o'yla. Men hozir orzularim sari bir qadam yaqinlashdim. To'xtasang, hammasi tugaydi. Davom etsang, hammasi boshlanadi. Hozir qiynalayotganlaring kelajakdagi baxting uchun. Bir kuni shunday deysan. Shukrki, sabr qilganman. Shuning uchun shunchaki davom et.